Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz sunyak yemirilish haqida suhbatlashamiz. Sunyak yemirilish kasalligi bilan og'rinib, bezovta bo'lib, qayta davolanib shifo topolmayotgan bemorlar judayam keyingi paytlarda ko'p uchrab turibdi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida sunyak yemirilish kasalligi bo'yicha shifosi bor. Bemorlar kelib, tabiiy giyohlarimizdan, sirop, malhamlarimizdan foydalanib, bemalol sog'ayishlaringiz mumkin. Allohning qudrati ila, avvalam Alloh qolaversa sababchimiz. Mana 30 yillik ish faoliyatimiz, 30 yildan buyon qancha bemorlarimiz davolanib shifo topdilar. Allohning qudrati ila, avvalam Alloh qolaversa sababchimiz. Bizga shunaqa sunyak yemirilish bilan kasalligi bilan og'rinib, qayta davolanib hattoki jarrohlik yo'lini qo'llagandan keyin ham yana bezovta qilib turibdi degan bemorlarimiz ko'plab uchrab turibdi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar yordamida Allohim dard beribdiki, darmonini ham o'zi berib qo'yibdi. Faqat biz aytgandek qilib o'rnida iste'mol qilsa kifoya. Allohning qudrati ila shifosi bor. Jarrohlik yo'li qo'llatishga, qayta davolanishga umuman hojat qolmaydi Allohning qudrati ila. Allohim dard beribdiki, darmonini ham o'zi berib qo'yibdi, faqat o'rnida qo'yib vaqtida iste'mol qilish kerak, vaqtida o'rnida ishlatish kerak malhamlarni ham. Shunda bemor sog'lom bo'ladi. Shunaqa bemorlar uchraydi, jarrohlik yo'li qo'llatdim, bir oyoqimdan ikkinchi oyoqimga o'tdi endi. Ko'p bemorlar aytadi, men jarrohlik yo'li qo'llatib plastik qo'ydirdim tizzamga, kuyimichimga degan bemorlarni ko'plab uchratamiz. Bizga murojaat qiladi shunaqa bemorlarimiz. Ko'plarida operatsiyasi yaxshi chiqib, bezovtalanish yo'q. Ko'plarida operatsiya qilgandan keyin ham yana shu men tizzaga plastik qo'ydirdim yoki kuyimichga, o'ynaqiga plastik qo'ydirdim degan bemorlarimiz ham yana bezovta qilib turibdi, og'rib turibdi, boyaqim ham o'tdi, qo'limga ham o'tdi degan bemorlarni ko'plab uchratamiz. 10 yil, 15 yil, 20 yildan buyon davolanib kelyapman degan bemorlarni uchratamiz. Bizga murojaat qiladi shunaqa bemorlarimiz. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar, malham, siroplar yordamida shifosi bor. Bemalol kelib tavsiya qilaman, ichib iste'mol qilib giyohlardan sog'lom bo'lasiz. Allohning qudrati ila dard bergan egam darmonini ham berib qo'yibdi, faqat o'rnida iste'mol qilish kerak, ishlatib bilish kerak. Aytganimizdek qilib o'z vaqtida och holat, to'q holat shularga e'tibor qilish kerak. Mana 30 yillik ish faoliyatimiz davomida qancha bemorlar sog'aygan va hozirgi kunda ham davolanib turibdi. Hech qanday jarrohlik yo'liga hojat yo'q, plastik qo'yishga hojat yo'q. Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh qolaversa sababchimiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin, sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb tilab qolaman. Layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosinglar, shunchalik savoqqa ega bo'lasizlar. Oldingi efirlarimda aytib o'tganday.